Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bu safargi murojaatim negativ deb tushunasizlarmi, to'g'ri tushunasizlarmi? Bu safargi murojaatim ichki ishlar xodimlari va aeroport xodimlaridan bo'ladi. Nima murojaat bilan chiqib tursam deydigan bo'lsangizlar, xullas, men o'zim yaqin bir oylikda e'tibor berib o'tman. Hozirgi yoshlar qo'lida telefonda hamma narsa faqat multfilm, bo'lmag'ur narsalar, blogerlar har xillarning aeroportning boshqa xullas shunga o'xshagan negativ narsalar bo'lib ketgan. Hurmatli obunachilarimiz, hurmatli ichki ishlar xodimlari, aeroport xodimlari, menimcha vatanparvarlik ruhi yoshlarimizda sizlarga bizlarning pokoleniyadagi nisbatan bolalarga nisbatan kamayib qotir vaqt o'tishi bilan. Shuni qayta tiklashni men tarafdoriman. Ota-onalarga iltimos qilaman, mashinning telefonlara bolalarni ko'rib o'tirgan narsalarga e'tibor bo'lishlaringizni so'rayman. İltimos qilib qolaman. Bizani men bedazi so'rajak bo'lgan asosiy narsam ichki ishlar xodimlaridan bizani sport bilan shug'ullanib turgan jarayonlari, avtomat atgan jarayonlari, ya bo'lmasa mashinalarni obzori, tankalarni obzori, odamlar shuna qiziqtiradigan obzorlar bilan bizga ruxsat bersangizlar biz olib chiqsak. Endi to'g'ri tushunamiz, xavfsizlik jihatidan bizga ruxsat bermasliklari mumkin, lekin Toshkentda chiqarib turibdilar. Samolyot xodimlari samolyotning obzorini ko'rasizlar keladi. Kimdir uchuvchi bo'ladi, keladi, boshqa bo'ladi. Shaxsan men o'zim samolyotdan qiziqaman. Samolyot chalin benzin oladi, to'linchik. Bemag'za narsa ko'rgandan shu odamlar ko'radigan narsalarni bizga qo'yib berganimiz xalqimizga yaxshi emasmi? Bu hozir bemaza qizlar bilan vaynalab turibman. Nima kerak buni? Uning narsa amali, shuning bir xalqqa bir gerekli bo'lgan yoshlarni bir ongini sal bu vatanparvarlik ruhini hissatadigan narsalarni olishning tarafdoriman. Lekin men murojaat bilan chiqib turibman, menga rad javobi keltirdi. Bu yer aytsam mumkin emas, bu yer aytsam mumkin emas. Toshkentda olib turibdilar, samolyotni ishini ham obzorat turibdilar, voyenniy texnikalarni ham obzorat turibdilar. Nima uchun bizga Xorazmda ruxsat bermaysizlar? Iltimos qilib qolaman, shu narsaga ruxsat bersangizlar, bizlar bilan ishlasangizlar, men qo'limdan kelgancha shu narsalarni obzorini bir chiroylatib ishlab xalqimizga yetirib bersak, bir yoshlarimiz ko'rsa, nima uchun desa shuncha xalq ko'radi. Bundan bo'lmasa yangi yoshlarning ichida birisi ko'rib voyenniy texnika haydasi keladi, tank haydasi keladi. Shu bilan menimcha vatana bo'lgan mehri bir oshadi ozgina miqdorda bo'lsam, buni nafaqat menda har bir blogerda qilish kerak deb o'ylayman. Chunki har qasında ko'rgan odam birdan odamdan bizlarimizga yetadi. Yine bilmedim, benim fikrim doğru olsa doğru, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri. Ming bor uzr so'rayman. Agar noto'g'ri fikr gapirib turamiz, men siyosatga tushmayman, ko'p narsasini bilmasman. Uni kabinat tushirmaslik kerakdir. Lekin ochiqcha ham yerda tushirib turibdilar. Men shuning uchun Xorazmdan bizlar ham shu narsalarni qilaylik degan maqsadda iltimosnoma bilan chiqib turibman. Iltimosimiz sizlarga yetib borsa, menga bir aloqa chiqib bersangizlar, shuning nalarni olali. Texnikalarni, shug'ullanib turgan jarayonlarni olali. Maşinlarını alalı, niçik texnikalar var bizde, ulan alalı, vartalyotlarını alalı, samolyotlarını çüreli, şu narsalara bizlere yakından yardım berişini soruyorum. Bizani Instagram kanalımızda köplab adamlar var, sizlere işinin katta lavazımda işinin adamlar var, iltimas kılıp kanalıma. Keyin hazır sizler, minin nesadan, sizler hazır vayenli sahada işsizler, sizlere vatana bo'lgan mehriniz var, sizler yaşlarınınkini görüp bilmiyorsunuz. Bunu keyin bizani yakı pakılan ötkenden keyin qiyin bo'ladi. Shu hozirdan yoshlar shu narsalarni ko'rsatib borishni so'rab qolaman. Iltimos qilaman, noto'g'ri tushunmaysizlar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Fikrim to'g'ri bo'lsa, to'g'rilikni yozaman, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, ming bor uzr videoni o'chirib tashlayman. Tamam.